Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlar. Andijon viloyati Sharg'on tumani Qo'ldo'may Cho'ja bozori. Haqiqiy yonmoqda akalar. 25-avgust 2016-yil. Bir qator bozor narxlari tasirib boramiz. Mehnatlarimiz arzisa sizlar layklarni bosaveringlar. Har bir layk bosgan insonlar uyda mana shunaqa chorvalardan ko'p bo'lsin, uy firma bo'lib ketsin. Sizlarga ishonarli chorva hayvonlardan taqdim etib boramiz. Egalari ruxsat bersa, nomerlarni qoldirib yuboramiz. O'smintalar qaranglar, jon hisob bo'linglar. Qo'nasinchalar ham bor aka. Assalomu alaykum aka. Aka, soni nechi bosh batasi mentalarimiz? 8ta. Ona bola bor. Bolalari bu qachon qo'nasincha aralashmi? Xo'p, nechi pul aytilyapti bular? Orqadami? 80 dan aytilyapti. Assalomu alaykum. Aka, nechi pul aytilyapti bular? 80 milyondan deyapman. Kami bor. Ha, kami bor. Savdolari bo'ldimi? Suti bor. 4 muchali sog'. Bolalari ham bor. Mana bolalarni ham ko'ring. Bolalarni ham ustini ham qaramaylar. Buqa, xunajini ham bor. Yaxshi. Xo'p. Bozor qancha savdo qildi? Bozorni qo'yavering. Telefon nomer Ayting. 90 640 59 94. Dastlabkasi bor. Yeb ichish garantiyasi ham bor. Davom etamiz. Bu ona bolami ekan aka? Yana bola. Bolasi buqa. Yana bo'g'ozmi? Bo'g'oz o'sha bo'g'oz. Ha, bonus ichida ekanda. Necha pul savdo qilishyapti? Adashmasam 2 kam 80 million berishyapti. 78 beryapti. 78. 78 million savdo bo'lyapti. Ona bola. Dahshat aka haqiqiy. Yana bo'g'ozligi bo'lsa, bolasi 7 oylik, onasi 5 oylik bo'lgan. Yetimi 8 milyon so'm savdo bo'lib turibdi. Ona bola. Bolasi gibrid buqacha, shved. Necha chiqarim bu? Ikkinchi. Qancha suti bor? Suti nechta? 15 ta. Nech bo'lilyapti narxi? Ana savdoda. Bu sherik ham bor ekan-da buni. Aka, narxi shvedan sizdanmi? Qancha savdo bo'lyapti? 75 dan berilyapti, 61 berilyapti. Ha, ana savdo bo'lyapti. 61 savdo bo'lyapti ekan. 73 dan qatilyapti ekan. Shved. Ammo toza mol ekan. Germanskiy shved. Yaxshi mol ekan. Zo'r mol ekan. Davom etamiz. Mana bular 5 ta sut berar ekan mana mollar, ha? Betonda sut bergan sigirlar kelyapti, betonda. Aka, bolasi nima ekan? Xunajin. Bo'ldi. Necha chiqarin? Qancha suti bor? Narxi necha pul? 85 85 kam. So'rashdimi, savdo qilishdimi? 68 dan savdo qilishyapti ekan. Aka, bu necha sutga berasiz bu sigirni? 45 ta realni beradi, ha? Galishdimi, gibridmi bu? Gibrid aka. Gibrid ekan. Bolasi? 10-chi. 10-chi. Hozircha menda. Qancha deyapsiz? 90 million. Savdosi necha pul bo'ldi? 75 savdo bo'ldi. Sotildimi? Yo'q, savdo bo'lyapti ekan. Mazil aka mol bas. Nechta suti bor buni? 45 ta deyapti. 45 ta sutga akalar. Aka, nomer bormi? Ayting. 97lik 255 255 55 90 55 90 93.
Yetalab berish iloji bormi aka oyog'ini ko'rishga? Baki ko'rinadi-da. Ning otibizga. Ma'mun turishini qaranglar. Ma'mun. Hayır. Bu yakka o'zi bu qancha? Bu yakka o'zimi? Nech pul? 45 million Bozor qancha berdi? 40 million qilishyapti aka. Bermayapsiz. Ha. Shvedka Simental gibrid. Biroz nasib tursin. Joning sog' bo'lsin. Tushunarli. Maşallah. Boshqa narsa ekan. Nomer nechi? 99lik Aha. 030 Hop, 91 78. baraka top. Aloqa qilibsizlar. Yaxshi mol. Baraka. Simental. Bolasi bu qancha o'g'lanchami? Bu qancha? Nechinchi qarin? Ikkinchi qarin. Qancha suti bor? Necha pul savdo bo'ldi? 20? 52 atrofida savdo bo'lyapti ekan. Yaxshi. Nomerimiz bormi aka? Qo'yib qoldirishamiz aka. Ammo yaxshi mollar. Bering mana. Torting. Ketib qoldi. Ana, joyini topdi bu. Shu nech pul bo'lyapti aka? Bolasimi? Onajon 95 million kam bor aka. Bolasi ham yaxshi beribdi. Savdo bo'ldimi? Nech pul savdo qilishdi? 70 milliongacha savdo bo'lyapti ekan. Nomer bormi? Aka, telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 93lik. Necha? 195 59 55. Hozirgi mol. Savdo bo'layotgan mol. Savdolar barakalar bo'lib turibdi. Rossiyskiy simentallar. Avstraliyachalik. Olingan, sotilgan batda baylanganlar. Hozir bu chayda turdigiz. Bizniki ha, solib olmaga boru. Ha. Akalar 65 million so'mga olinibdi. Bo'g'ozligi bilmadingizmi necha oylik ekan? 3 oylik. 65 million 3 oylik. Ammo lekin bu yaqin bo'lsa 100 millionga chiqarkan mana shu mol. Chiqsa 100 million bo'ladi mana shu mol. So. 50 million. Bo'g'ozmi yoki sog'inmi? Yakka sog'in. 30 sutga 50 millionga sotilibdi. Molni ko'ringlar, voy. Spallan qaranglar. Sutchi mollar so'raganlar. Yaxshi. Mana akalar, bozor. Xullas. Holat ko'rlaysiz. Yaxshi mollar ko'p kirgan. Endi hammasini ko'rsata olmagan bo'lishi mumkin, lekin azaqli tomosha qilsangiz bo'laveradi. Katta bozor, keng bozor. Barcha turli sigirlardan bor.
Rossiyskiy gibrid, Galishten, shved. Hammasi ham bor. Aka bu necha pul bo'ldi savdosi? Qancha bo'ldi? 41 millionga berishmayapti. Ha, chiroyli. Katta mollar o'ta ko'p. Serobgarchilik. Hop. Aka bu bo'g'ozmi? Necha oylik? 6 oylik. Necha pul deyapsiz? 56 million kam bor. Bola necha pul berdi? Eng baland qancha bo'ldi? Eng baland aytaman 48 bo'lgan. Hozir mana aka 40 beryapti. 40 so'rayapti endi. Endi bozor. Aka nomer bormi? Ayting. 95 95lik 038 038 060. Chiroyli. Galishten frizlar bular. Galishten friz. Yaxshi. Zo'r. Shvetlar. Buzovchalar ham bor ekan. Gaplashmasin yushashdi. Bular qanchada? Qaysi biri? Holatiga qara. 2 milliondan 20 milliongacha. Bitta German shved buqamiz bor. Qancha u? 20 million. Kami bor bu ham. Nomerimiz necha? 88. Hop. 958 Ha. 20. Qiziqadigan inson aloqasi qo'rasizlar. Abdurahmon ona bola nechi pul? 90 million. Bolasi o'g'nazcha. Qancha suti bor? 18 ta. Bunisini bolasi nima? U 30 ta bor, Qunaj aka. Bu nechi pul deyapsiz? U aka 65. 30 ta. Nechta tuqqan? Ikkovi ham bitta tuqqan, ikkinchisiga mo'zi 5 oylik bo'ladi ikkinchisiga. Zo'ru. Mana. Hamma o'soq aka. Aloqasi qo'rasizlar. Kimga shunaqa mola zarur bo'lsa ko'pa? Sog' aka.